Azizlar, odam o'zini xursand qilish uchun doim sabab topiladi va xursand qilib turishi kerak. Va butun o'zbekistonliklarni xursand qilishga arziydigan yaxshi xushxabarimiz bor va yaqinda hamyurtimiz diyori Keldiyor va Parijda xalqaro olimpiadada oltin medalni qo'lga kiritdi. Maydonda 11 ta o'g'il bola qilolmagan ishni bir o'zlari qoyil qilib qo'ydilar. Men birinchi marta ko'rganda bilasizlarmi, men bu qizni sportchi deb o'ylamadim, dzyudochi deb o'ylamadim. Birinchi ko'rganim baxribat aytadigan qizlar bo'ladi-yu. She'rlar so'zi oxiriga. Xuddi shu hayolimga keldi, lekin adashgan ekanman, lekin mendan ham ko'ra ko'proq yaponiyalik sportchi adashdi. Adashganda ham juda qattiq adashdi. Ta'sirli joyi bilasizlarmi qayerda bo'ldi? O'sha tugadi, g'alaba qo'lga kiritildi va ana u yig'laganini ko'rdinglarmi? Yaponiya shunaqa yig'layapti, ana bog'chaga bormayman deydi-yu, mahkam yopishib olib. Yo'q, men bugun uyda qolaman, shunaqa yig'layapti. Diyora Keldiyor shunaqa haligi ko'ngli yumshoq ekanda. Bekor yiqitdimmi deb ham o'yladi bir pas. Bekor qildim, shu to'xtanglar, shu mayli, yana men roziman devormoqchi bo'ldi, lekin bu yoqdan hamma o'zbekistonlik faxrlandi va ayniqsa ota-onasi juda ham chin yurakdan xursand bo'lib duo qilib faxrlandi. Ilohim mana shunaqa ota-onasi faxrlanadigan va yurtimizni shunaqa yuksaklarga ko'taradigan yoshlarimiz ko'paysin do'stlar. Bugun mehmonlarimiz juda ham ko'p. Hurmatli teletomoshabinlar, bizda kuldirish mutlaqo bepul. Buning uchun yaqinroq kelib o'tiring va sizni oldinda siz yaxshi ko'radigan san'atkorlar bilan qiziqarli suhbatlar va ular haqidagi qiziqarli ma'lumotlar va sizlar yaxshi ko'radigan doimgidek sahna ko'rinishlari kutib turibdi. Aziz mehmonlarimiz, har biringiz bilan alohida suhbatlar uyushtiramiz. Birinchi bo'lib shu yaxshi sahna ko'rinishdan boshlasak nima deysizlar? Haligi shu bola yomon sergap ekan, boshda tez-tez konsertingda deydi-yu. Xuddi shunga singari biz ham bir chiroyli sahna ko'rinishi bilan boshlamoqchimiz va sahnaga meni do'stim, ajoyib, yumorist, samimiy inson Jasur Dostonov. Marhamat. Assalomu alaykum. Jasur Dostonov haqida ikki og'iz endi reklama qilib qo'ymoqchiman do'stlar. Qarsakni oqlash kerak-ku. Jasur Dostonov juda ham samimiy yigit. Bu yigit shu qadar samimiyki, hattoki metroda yuradi. Bu samimiyligidan emas, bu noilojlikdan albatta. Hozir kelib bitta yaxshi sahna ko'rinishi ijro etib beramiz. Qaysini? Xo'p, imtihon. Imtihon. Demak, repertuarimizda o'zimiz yaxshi ko'radigan sahna ko'rinishlarimizdan biri, demak, imtihondagi holat. Marhamat. Assalomu alaykum ustoz. Yaxshimisiz? Dadam salom aytib yubordi. Men uni berib yubordim sizga. Nima qilganingiz bu? Men pora olmayman, oling buningizni. Birinchidan men pora olmayman, ikkinchidan 2000 so'm ham pora beradimi? Buningizni olib qo'ying. Xo'p, imtihonga tayyormisiz? Tayyorman. Xo'p, yaxshi. O'zi har bitta to'g'ri javob uchun 10 balldan baholanasiz. O'zi qaysi fandan topshirganingizni bilasizmi? Ha, bilaman. Odam anatomiyasidan. To'g'ri bilar ekansiz. Yes, 10 ball. Yo'q, hali boshlanmadi savollar. Boshlamadim. Yo'q, bu hali savollar emas. Haqiqiy savollarga endi o'tamiz. Xo'p. Demak, birinchi savol, quloqning vazifasi nima? Quloqning vazifasi rasm va videoga olib tarqatib yuborish. Yo, u quloq emas, boshqa quloqning vazifasi. Boshqa quloqning vazifasi yo'l chetida turadi-da, ular ham xuddi shu narsa. Men odamning quloqini aytyapman, shofyorlarning quloqini emas. O'ylab javob bering. Ikkinchisi, jigarga ta'rif bering. Jigar. Ha, jigar bu yaxshi yomon kuningda birga bo'ladigan, sen bilan choyxonaga boradigan, sen bilan dachaga chiqadigan eng yaqin o'rtog'ing bu jigar. Men odamning jigarini aytyapman, Dostonov. Bu ham odam jigari. Yo'q javob. Navbatdagi savol. Xo'p, ko'rchak qayerda joylashgan? Oldirib tashlaganman, to'g'risi bilmayman hozir qayerdaligini. Men odamning ko'rchagini aytyapman. Shunaqa odam ko'rchagi. O'sha oldirib tashlagan ko'rchagingiz qayerda joylashgan? Oldirib tashlagan joyimda joylashgan. Odamni mazasi qochganda, ya'ni suvga cho'kkanda birinchi tibbiy yordam qanday ko'rsatiladi? Agar qiz bola bo'lsa, sun'iy nafas beriladi. O'g'il bola bo'lsa-chi? O'g'il bolaga sun'iy nafas bermayman-ku, jinnimisiz? Dostonni maynoslik qilmang, boring ispeting. Boring ispeting. Oxirgi imkoniyat ustoz, oxirgi imkoniyat. Xo'p, yaxshi. Oxirgi imkoniyatni beraman. To'g'ri javob bersangiz o'tasiz, bo'lmasa yo'q. Xo'p, bo'ladi. Diqqat qiling. 12 barmoqli ichakning tuzilishini ayting. Ustoz, o'zim xato qilar ekansiz-ku. Tushunmadim, qayerda xato qildim, Dostonov? Tushuntiribroq gapiring. O'zim noto'g'ri gapirar ekansiz, ustoz. Yo'q, siz tushuntiribroq gapiring. Qayerda noto'g'ri gapirdim? 12 barmoq emas, 10 ta barmoq bo'ladi, ustoz. Dostonov, chiqing o'tirma deyapsiz. Ustoz. Jasur Dostonov. Qanday boshlaylik? Rahmat. Menimcha ozgina kelishib oldik.
Endi esa chiroyli suhbatlarni boshlasak ham bo'ladi va biz mana shu o'ng tomondan xayrli bo'lsin deb o'ng tomondan boshladik va birinchi mehmonlarimiz Hojar serialining bosh qahramonlari, serqirra ijodkorlar, ajoyib aktyor Elbek Zaripov hamda Marjona Mirzaliyeva. Chiroyli qarshiliklar. Xo'p, kimdan boshlaymiz? Qizlarning hurmati bor, to'g'rimi? Shuning uchun ham yigitlardan boshlaymiz. Marhamat, Elbek. O'zi umuman Hojar seriali haqida keling, gaplashamiz. Bugungi kunda o'sha Meni yurtim telekanali orqali efirga uzatilyapti va yaxshigina muxlislarga ega bo'ldi. O'sha nima deydi? Voqealar rivoji haqida ikki og'iz gaplashsak, nima deysiz? Voqea rivoji juda ham qizg'in ketyapti. Hozir endi aytib qo'ya olmayman-ku. Biz sizni nimaga chaqirdik? Shu keyingisini bilish uchun chaqirdik. Ya, muxlislarimiz qiziqib ko'rishsa, o'shanisi qiziqda. Hozir men aytib qo'ysam qiziqib qolmaydi-ku. Yo, pulini berish kerak. Demakki, tomoshabinlarimiz ko'rib borishsin, ularda yana ham voqealar rivoji qizg'in davom etadi. Xo'p, endi Elbek Zaripov demak shunaqa aktyor, bilasizlarki, ilk qadam qo'yganda, san'atga ilk qadam qo'ygan va tajribali aktyorlar sirasiga bo'linadi aktyorlarimiz. Odatda rol taklif qilayotganda ham ikki toifaga bo'linadi. Birinchi bo'lib o'sha rejissyorlar, ikkinchi rejissyorlar odatda telefon qiladilar, mana yaxshi bilishadi. Alyo, palonchi, sizni palonchi rolga tasdiqlandingiz, taklif etamiz. Palonchi pistonchi yigitlar sizni partnyoringiz bo'lishadi. Siz rolda mana shunaqa bo'lasiz, siz mana shunaqa qahramon bo'lasiz, mana shunaqa dramatik joylari bor desa, men nech pul beray deydigan aktyorlar bo'ladi va ikkinchi toifadagi aktyorlar bo'ladi. Keling, palonchi pistonchi yigitlar bo'ladi, mana shunaqa rolingiz bo'ladi desa, gap qisqa qiling, nech pul berasiz deydigan aktyorlar bo'ladi. Siz qaysi turga kirasiz? Ikkinchisi. Ya, o'zi ijod olamiga, san'at olamiga qadam qo'yganingizga qancha bo'ldi? 2012-yil. Orada lekin pauza bo'ldi. Orada pauza bo'lgan. Muxlislarni o'yladingiz. Muxlislarni o'yladik. Lekin qaytganingizda ham juda yaxshi qaytdingiz. Menimcha telenovellalarda, seriallarda juda ham yaxshi ko'rinish beryapsiz va ayniqsa hozirgi kunda o'sha Hojar seriali ham sizga ayniqsa yutuq keltiryapti. Mana shu tempda davom etishingizni so'raymiz va Marjona bilan suhbat qilsak qarshi emasmisiz? Yo'q. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum, rahmat. Va alaykum assalom. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Xursandman. Biz har doim san'atkorlarimizni chaqiramiz, taklif etamiz. Sizni o'zingizni jonli ko'rib turganimizdan xursandmiz. Men ham xursandman. Yangi ko'rsatuvmi bu? Nima deysiz? Bu yangi ko'rsatuvmi? Bu yangi ko'rsatuv, yangi boshlangan ko'rsatuv 3 yil bo'ldi boshlanganiga, lekin yangi. Meni chaqirdinglar unga. Yangi. Yo'q, oldingi safar menimcha siz o'zingiz, menimcha vaqtingiz bo'lmagan. Yo'q, menga to'nkab qo'ymanglar unaqa. Aha. Yo'q. Menimcha komedik anaqa obrazda ko'rmaganinglar uchun chaqirmagansiz shekilli. Nima uchun faqat dramatik rollar o'ynaysiz? Faqat yig'i-sig'i. Nimaga Marjonani faqat odamlar, muxlislaringiz yig'lagan, siqilgan, shunaqa holatda ko'rish kerak? Nimaga rostdan ham? Nimaga? Mana rejissyorlar nimaga? Men qayerdan bilaman? Men rejissyorlarga mana murojaat qilaman. Nimaga? Menimcha faqat yig'laganda ko'rishsa kerak meni. Yoki shunaqa siqilganlar yaxshi o'ynab beramanmi bilmayman. Siqilganlari hayotda siqilib qolmagansiz, lekin hammasi yaxshi. Yaxshiga o'xshayaptimi? Yaxshi ko'z tegmasin. O'zi qanaqa hazil qilishlarini yoqtirmaysiz? O'zi odatda sizga. Bilmayman, men har qanaqa hazil bilan yaxshi chiqishaman, o'sha odamga xuddi o'ziga o'xshab javob qaytaraman. Javob qaytar. Har qanaqa hazil qilish mumkin sizga. Xuddi shunaqa javob oladi. Kimdir masalan sanlab murojaat qilsa ham, katta bo'lsa ham sanlab ketaman. Birinchi marta agar men sanlasa, sal chiqishmay qolsa mana. Xullas chaqib o'tmasam bo'lmaydi. Bo'ldi, men tushunali, men siz bilan qo'pol hazillashmayman hozir. O'zi qanaqa obrazni ijro etishni xohlardingiz? Mana shu Hojardan keyin endi bir rejissyorlarga bir dil ichidagi so'zlar tariqasida, anons tariqasida bir ayting, qanaqa? My5 kanalida ancha yildan beri borman. Xo'p. Bu yerda jurnalist serialini o'zim olganman. Jurnalist serialini men olganman. Jurnalist 2 ni men rejissyor bo'lganman. Chiroyli qarshilik chalib qo'yinglar. Hurmatli negativ tomoshabin, jurnalist 2 ni rejissyorini qidirayotganlar, mana. Negativ bo'lmagan. Haligacha jurnalist 3 so'rashadi. Jurnalist 2 ni ham rejissyori, ham geroinasi bo'lganman. Sarvar Isayev bilan birga ishlaganmiz. Xudo xohlasa, 3 ham olmoqchi edik, lekin farzandli bo'lganim tufayli jurnalist 2 ni ham tugatganmiz. O'sha payt Qodirxon parallelni ketayotdi-da. Endi 2 yillik pererivdan keyin hozir Hojardaman. Allohga shukr, Hojar ham yakunlanib qoldi, ozgina qoldi. Bundan keyin
inshaalloh xudo xohlasa yangi serial arafasida turibmiz. Sizga omad tilayman, mana shu tempda davom eting. Do'stlar, hozir esa navbatdagi sahna ko'rinishga ijozat berasizlar va hozir sahnamizda yana ajoyib yigitlar, meni do'stlarim Javohir Jamilov hamda Jasur Dosonov bo'lishadi va sizlar uchun intervyu, ya'ni reportaj sahna ko'rinishini ijro etib berishadi. Marhamat. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Haqiqat TV yana efirda. Bugun faqat biz haqiqatni gapiramiz. Mana bugun hozir katta bir ko'prikni qurilishi bitkazildi va biz mana shu ko'prikni boshqaruvchisi Tolipov Turobjon aka bilan intervyu olamiz. Assalomu alaykum Turobjon aka. Mana shu ko'prik haqida ma'lumotlar bersangiz. Assalomu alaykum. Bu ko'prik oddiy ko'prik emas. Bu ko'prik juda katta ko'prik. Bu ko'prik buyuk ko'prik. Bu ko'prik yurtimiz faxri, mahallamiz iftixori. Bu ko'prik oddiy ko'prik emas bu. Bu ko'prikka katta mehnat ketgan. To'xtang. Turobjon aka. Ko'prik haqida bizga unaqa chetdan mavzular kerak emas. Faqat ko'prik haqida ma'lumot kerak. Tushunyapsizmi? Uzunligi, masalan, uzunligi qancha, balandligi qancha. Tushunyapsizmi? Oddiy, shunaqa. Xo'p, davom etamiz. Xo'p, Turobjon aka, aytingchi, bu ko'prikning uzunligi qancha? 1,5 kilometr. Aha. Bu ko'prikka qancha xom ashyo ishlatilgan? Bu ko'prikka juda ko'p narsa ishlatilgan. Bu 3 yillik zaxiramizni hammasi ketgan. Bu ko'prikka ko'p kishi ishlagan. Bu ko'prikka mana har birini ismini bilaman. Botirjon ishlagan, Boburjon ishlagan, Yo'ldoshbek ishlagan, Sobirjon ishlagan, Qodirjon ishlagan, Qobiljon ishlagan. To'xtang. Ko'prik haqida. Bizga faktlar kerak, faktlar. Biz haqiqatni gapiramiz. U boshqa kanallarda hamma gapiradi u narsalarni. Bizga haqiqat kerak. Tushunyapsizmi? Ko'prik haqida ma'lumot kerak. Fakt, raqamlar. Tushunyapsizmi? Raqamlar. Motor bo'lsa, unda davom etamiz. Bu ko'prikda nechta odam qurgan? Bu ko'prikni 100 ming kishi qurganmiz. Haqiqatga yaqinroq. 50 ming kishi qurganmiz. To'g'risini ayting. 10 ming kishi qurganmiz. Yana ham to'g'risini ayting. Bu ko'prikda 120 kishi qurganmiz, lekin har 2 soatda 120 kishi almashgan. Har 2 soatda bechoralar 12 soatdan ishlagan tinmasdan, har 2 soatda bechoralar uyga ketmasdan mehnat qilgan, mehnat terisi ketgan, zahmat chekkan. Stop. Turobjon aka. Haqiqat va bizga unaqa o'lda-cho'lda gaplar kerak emas. Ko'prik haqida, xalq ko'prik haqida ma'lumot bilmoqchi. Qancha odam ko'tariladi? Qanaqa mahsulotlar ishlatilgan, necha tonna beton ketgan, boshqa narsalar kerak. Tushunyapsizmi? Ha? Tushundingizmi? Bu ko'prik oddiy ko'prik emas, bu ko'prik hammani ko'taradi. Bu ko'prik bizga ishonmaganlarning yolg'onini ko'taradi. Bu ko'prik bizga ishonmaganlarning bo'xtonini ko'taradi. Ishonmasangiz siz olib keling, uydagilaringizni olib keling, siz olib keling, tog'angizni olib keling, ammangizni olib keling, katta xolangizni olib keling, o'zingiz ham chiqing, hammalaringni ko'taradi. Ro'zg'oringizni ham ko'taradi, hammasini ko'taradi. Stop. Aslida bu ko'prik bizni faxrimiz. Bu ko'prikni biz qurganmiz aslida. Biz bu ko'prikni bor kuchimiz bilan qurganmiz. Shunaqa bu ko'prik bizni faxrimiz. Rahmat. Bu ko'prikni biz qurganmiz. Do'stlar, davom etamiz. Kayfiyat yaxshimi? Ko'z tegmasi yaxshiga o'xshayapti. Xo'p, davom etamiz. Shahrizodani demak go'zal qizlari Gulnoza, Shahnoza hamda Ziyoda. Chiroyli olqishlar bo'lsin. Kuchlilar. Endi ismni o'qiganimga hayron bo'lmaysizlar. Endi Shahrizoda tez-tez qizlar almashib turadi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ijod ketyapti, xudoga shukr. Bizda qizlar almashgani sababli ijod sal to'xtab qoldi ozgina. Lekin davom ettiryapmiz, xudoga shukr. Bizga farqi yo'q. Keladi, ketadi, baribir ijod qilaveramiz. Albatta, muhim ijod qilish kerak. Hammamiz kelguvchi, ketguvchi insonlarmiz, Rumiy bobomiz aytganlaridek. Muhimi ijod qilish kerak. Qizlarni odatda qanday xususiyatga qarab kasting qilasizlar, ajratasizlar yoki tanlab olasizlar? Ma'lum bir an'ana bormi? Bizda qizlar albatta chiroyiga, husniga, ovoziga qaraladi. Unaqaja aniq qilinmaydi. Shu men anchadan beri yo'q edim, o'zi yaqinda keldim. Nima desam, dekretdan. Ha. Juda ham muhim ishlar bilan band edingiz. Shunaqa.
qiz farzandli bo'ldim. Hozir tarbiyasi bilan shug'ullanyapman. Muborak bo'lsin. Rahmat. Tabriklaymiz. Qiz farzandli bo'libdilar. Qiz farzandli bo'libdilar. Shunga endi men yaqinda keldim. Endi yangiliklarda endi boxabar bo'lamiz-da. Aha. Yangilik lekin tayyorlayapsizlar ijod borasida. Ha. Bitta narsa aytmoqchiman. Shahrizoda guruhi 2003-yil tashkil topgan. Bizda salkam 20 ta qiz almashib, hammamiz qizlar nima sababdan chiqib ketadi? Turmush qurib. Faqatgina shu sababli chiqib ketadi. Shunga bizda yangiliklar juda ko'p. Faqatgina qizlarning ketish sababi turmushga chiqib ketadi, keyin to'xtab qolamiz. Yana boshqadan qilamiz, yana baxti ochiladi, keyin yana davom ettiramiz. Shu xolos. Turmushga chiqmoqchi bo'lgan qizlar Shahzoda guruhiga marhamat. Kelinglar. Bemalol mana baxtinglar ochilib ketadi. Shunaqa bir yigitlarga ham bir guruh ochishimiz kerak, ha? Shahrizod debmi, ha? Baxt ochilmayotgan yigitlar ham ko'p-da hozir, to'g'rimi? Kelinglar bundoq qilamiz. Hozir ikkita jamoa bilan deyarli Hojar guruhi va Hojar seriali guruhi va Shahzoda guruhi bilan suhbat qildik. Hozir bir nafardan vakil taklif etsam, Marjona Mirzaliyevani taklif etsam maylimi? Marjona Mirzaliyevani sahnamizga taklif etamiz va Shahzoda guruhidan bir nafar ishtirokchi. Kimni? Mana. Qani, marhamat. O'zlari o'z chiqishlarini bilib turibdilar, mikrofonni olasiz. Ya'ni bu yoqdan sado kutdilarda o'zlari hozir men desalik nokamtalik bilan marhamat sahnaga taklif va men jamoamizda bir nafar go'zal qizimiz bor, latofatli rezidentimiz Nurjahon Haydarovani taklif etsam. Rasmni ko'rsatmang. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Xo'p. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Siz mana shu san'atkorlarimiz kelishini bilib zo'r shart tayyorlab qo'ydim dedingiz. Qanaqa shart bir tushuntiring endi bir. Xo'p, sizlarga tushuntirib beraman. Qo'limdagi varolarni ko'rib turibsizlar. Shu varoni ichida o'zbek va jahon shou biznesini yorqin vakillari yashiringan. Shu varoni bir-biringlarga qarama-qarshi turgan holatda, misol uchun, bularning orqasidan sizga ko'rsataman. Siz harakat bilan bularga ko'rsatib berishingiz kerak va Marjon opa ularning kimligini topishlari kerak. Xuddi shu shartni keyin almashib bajarasizlar. Mayli, harakat qilib ko'ramiz. Harakat qilib ko'ramiz, o'xshatishga harakat qilib ko'ramiz, lekin ko'rgansiz ko'p san'atkorlarni eng o'sha muhim harakatlari bo'ladi-ku, o'ziga xos. O'sha harakatlarni ko'rsatasiz. Ovoz qo'shig'ini aytib yubormang lekin. Artistlarni ishlatmasdan. Faqat harakatlar orqali ko'rsatasiz. Demak, birinchi bo'lib, demak Marjona Mirzaliyeva javob berishda va ko'rsatishda bizni Shahrizoda guruhidan boshlaymiz. Boshladik. Marhamat, demak, men vaqtga O'girilib olasiz unda. hammasi tayyor bo'lsa, demak, vaqtni qo'ysak ham bo'ladi. Boshladikmi? Boshladik. Birinchi sizga ko'rsataman, mana ko'rib turganinglardek. Va sizga bitta juda ham ajoyib Nima, qanaqasini qiling? Spider nima edi? O'zbekchasi. Ajoyib. Bor, yetadi. Xonasini topdilar, topolmadim deb qo'yib. Tanimayman deb qo'yadi. Bilmayman deb. Kamtar. Kamtar. Marhamat, o'rin almashamiz. Xo'p, endi siz ko'rsatasiz. Endi ko'rsatib berasiz. Zo'r ko'rsatib berasiz. Marjonaga ishonamiz. Qani, xo'p, ishonasizlarmi? Qo'llab-quvvatlaymizmi? Xo'p. Boshladikmi? Marhamat, boshladik. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Ketdi, birinchisi. Siz qaramang. Qaramang. Siz mikrofonga javob berasiz. Erkak kishi, ayol kishi. Tuppa-tuzda o'xshatyaptilar mana. Zo'r o'xshatyapti. Bog'langan, qizil. Ha. Nargiz opa. Ajoyib, topdilar. Hop. Navbatdagi suratimiz, marhamat, ko'rdinglar. Qaramang. Qaramang, Hop, ketdi. marhamat. Erkak kishi, ayol kishi. Qushdan ketib qolmasin. Erkak kishi. Gapirmang. Ko'rsating. Hop. Bitta zo'r. Ha. Qiling. Shohruxxon. Ajoyib. Sizga yiqilib tushmadi Shohruh. Marhamat. Yaxshi. Hop, yaxshi. Ayol kishi. Xo'sh. Erlari bor. Kommentariy kerak emas. Bo'ling. Hop. Bu harakat. Harakatlari. Kalmi? Yo'q, sekin. Gapir. Sochlari yo'q. Erlari bor, ashulachi ayoli, ikki qatli. O'zbek Show biznes yulduzlaridan biri. Kal. Qo'shiqlari juda ham Voy, kim? Kal. Voy, Munisa Rizayeva. Topdilar, navbatdagi suratimiz. Siz qaramay turasiz va mana. Ayol kishi. Gapirmasdan, xo'sh, yaxshi. Do'ppisi bor. Hop. Kokili bor. Xo'sh. Ajoyib. Veyeri bor.
Xo'sh. Kim bor shunaqa ashulachilarimiz? Aa, Maqom ko'rsatyaptilar. maqom, ha. Ajoyib. Munojat yo'lchi. Ajoyib topdilar. Yana ulguramiz. Oz qoldi. Ulguramiz. Yana ulguramiz. Mo'ylov bor, G'iyosboy Toyevman. Kichkina. Yosh. Voy. Yana nima xarakterligi bor? Xisi bor. Shohruxxon. Mo'ylov. Mo'ylov bor, Kostyumni keyin kiyib kostyum yuradi, kim man kiyadi? sizga yordam beraman. Mana qasdan ketadi. Ana. Nima qilib kimlar ekan? Emas, ana endi jamoalar bilan birgalikda taklif etamiz. Shahrizoda guruhidan ajoyib qo'shiq yangraydi, birgalashib maza qilib raqsga tushamiz va tinglaymiz. Shahrizoda guruhi, marhamat. Chala qiz chiqdi ariq bo'yiga, surmalarni surib qaro ko'ziga. Chala qiz chiqdi ariq bo'yiga, surmalarni surib qaro ko'ziga. Nozlanishib ketishar bog' yo'lida, atlasining taroqlari maydadur. Ey bir lola, bir sumbul, bir gul. Chala qiz chiqdi ariq bo'yiga, surmalarni surib qaro ko'ziga. Qoshlariga o'sma yarashgan ekan, sochlarini mayin tarashgan ekan. Qoshlariga o'sma yarashgan ekan, sochlarini mayin tarashgan ekan. Kimni kutar yo'lga qarab dam-badam, gulzordagi gullar kabi birgadur. Ey bir lola, bir sumbul, bir gul. Bir lola, bir sumbul, bir gul. Chala qiz chiqdi ariq bo'yiga, surmalarni surib qaro ko'ziga. Senga salom aytdik yana muhabbat, araslardan qaytdik mana muhabbat. Senga salom aytdik yana muhabbat, araslardan qaytdik mana muhabbat. Bahor bersin hamma go'zallarga baxt, qo'limizda turfa gullar dastadur. Ey bir lola, bir sumbul, bir gul. Bir lola, bir sumbul, bir gul. Chala qiz. Qoshlariga o'sma yarashgan ekan, sochlarini mayin tarashgan ekan. Qoshlariga o'sma yarashgan ekan, sochlarini mayin tarashgan ekan. Chala qiz chiqdi ariq bo'yiga, surmalarni surib qaro ko'ziga. Chala qiz chiqdi ariq bo'yiga, surmalarni surib qaro ko'ziga. Chala qiz.
Yana eslatib o'taman do'stlar, tabassum eng yaxshi qurol. Do'stingizga bersangiz quvonadi, dushmaningizga bersangiz kuyib o'lib ketadi. Shunday ekan, doim tabassum bilan, yaxshi kayfiyat bilan yuring. Biz esa hali oldinda sizlarga eng zo'rlarini tayyorlaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda kulishguncha omon bo'ling.